Assalomu alaykum. Men doktor Akbar Shoh, urolog-andrologman va urolog xirurgman. 10 yildan ortiq tajribaga ega mutaxassisman. Bilasizlar, doimo qiziq mavzular haqida to'liq bir informatsiya beramiz va bugun mavzuyimiz savol-javoblar tipida bo'ladi va mavzu testosteronga bog'liq mavzu. Mavzu o'g'il bolalarda, o'smirlarda testosteron qanchalik ahamiyatga ega va uni qanday ta'siri bor. U yetishmasa yoki u kam bo'lsa o'g'il bolada qanday o'zgarishlar bo'ladi? Demak, savollar ketma-ketligi bor va savollarga aniq javoblar beramiz. Siz o'zingizni qiynab yurgan savollarga javobni topasiz aynan shu videoda. Oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. O'g'il farzandingiz rivojlanayotgan bo'lsa, o'g'il farzandingiz o'sib kelayotgan bo'lsa, yoki u o'smirlik davridan o'tib bo'ydoq yoshiga yetgan bo'lsa, albatta bu savollarni javobini bilishingiz kerak. Demak, boshladik. Ko'p odamlar bilishmaydi, o'smir yigitlarda testosteron pastligi qanday seziladi, qachon xavotirlanish kerak va oqibatlari nimalarga olib kelishi mumkin? Testosteron, bilasizlar, energiya beradigan modda bu tanamizdagi, bu juda ham muhim gormon. Tanamizda miyamiz tomonidan ishlab chiqarilishi ta'minlanadi va ishlab chiqarilgan joy bu moyaklar hisoblanadi. O'g'il bola farzandi bor bo'lgan ota sifatida tavsiyam o'g'il bolani tanasida qanaqa o'zgarish ketayotganligi va u qanday asoratlarga olib kelishi mumkin agar tanasida qandaydir moddani yetishmasligi, misol uchun testosteronni yetishmasligi yoki qandaydir ortiqcha miqdorda ishlab chiqarayotgan keraksiz gormonni hisobiga uni tanasida qanday o'zgarishlar ketishi va ota-ona buni odatda bilmay qolishi, keyin kech bo'lgandan keyin va bizga hech kim aytmagandi, biz buni qayerdan bilishimiz mumkin degan narsalarni oldini olish uchun ushbu videoni tayyorladik va bugun o'smirlarda testosteronni pasayish belgilari o'zi testosteron ko'tarish kerakmi? O'zi nimaga kerak degan tabiiy savol tug'iladi har bitta ota-onada, farzandi bor otada yoki farzandni katta qilayotgan ota-onada. O'g'il bolada testosteron o'zi asosan ikkita bosqichda o'zini ta'sirini kuzata boshlaydi, ta'sir qila boshlaydi tanaga. Ya'ni o'g'il farzandni 12-15 yosh orasida o'g'il bolalarda testosteronning hisobiga tanasida tabiiy o'zgarishlar kuzatila boshlaydi. Bu sochlarni jinsiy a'zolar atrofida qo'ltiq ostida o'sishi, bo'yi o'sa boshlaydi, ovozlari dag'allashga hali voqli bo'ladi, lekin ozgina o'g'il bolaga xos bo'lgan belgilar, xarizmalar, xarakterlar paydo bo'la boshlaydi. Qat'iyligi, yo'q deb turib olishi yoki urushishga tayyor bo'lishi. 12 yoshdan keyin 17-18 yoshgacha bo'lgan davrda, ayniqsa bu davrda testosteron yana ham yuqoriroq darajada ishlab chiqarilgani uchun bu tana o'g'il bolalik belgilarini aniq ko'rsatishga tayyor. Ya'ni jismonan baquvvat, mushaklari o'sa boshlaydi, dag'allasha boshlaydi, erkakka xos bo'lgan ovozlar va jinsiy a'zolar ham o'sa boshlaydi. Moyaklari o'sib xaltaga tushgan, shu yoshiga xos, jinsiy olati yoshiga xos bo'lgan holda ertalabki ereksiyalar paydo bo'lishi kuzatila boshlaydi. Hattoki masturbatsiya qilishga ham ishtiyoq paydo bo'lib, ruhni tashqari chiqarib olishga xohish paydo bo'ladi va qomat shakllanadi, erkaklik qomati shakllanadi. O'zi umuman 10 yoshgacha o'g'il bolada testosteron ahamiyati qanday desangiz, atrof muhitda, qanday muhitda o'sishiga bog'liq. Agar 10 yoshgacha o'g'il bola ota-onasini jinsiy aloqa bilan shug'ullanayotganini ko'rib qolsa, o'g'il boladagi o'zidan nasl qoldirishga xos bo'lgan belgilardan biri masturbatsiya qilish kuzatilishi mumkin. Bu detskiy masturbatsiya deyiladi. Bu narsa ham vaqt o'tib ketadi, vaqti bilan tarbiyaga, ya'ni ko'rsatmaslikka, bu narsani bu haqida gaplashmaslikka, o'g'il bola oldida ota-onani o'zini bir-birini sevishini ko'rsatmaslikka, ya'ni o'pishishi yoki quchoqlashishi, jinsiy a'zolariga tegishi yoki tanasi ko'kraklariga tegishi uni ko'rsatmaslik kerak o'g'il bolaga. Shunday bu bolada 10 yoshgacha o'zidan oldingi ilgarigi akseleratsiya deyiladi, oldindan rivojlanib ketmasin. Akseleratsiya deyiladi bu narsa. Jinsiy belgilar rivojlanib ketmasin degan maqsadda shu narsa talab qilinadi. Yaxshi ko'rishini aytishi, yaxshi so'zlar aytishi, yaxshi muomalada bo'lishi bu xalaqit bermaydi. Testosterondan tashqari yana bir modda bor, xoreonistik gonadotropin degan modda. Bu tanada moyaklarni o'sib xaltaga tushishini ta'minlaydi. Bu modda yetishmasa bola tug'ilganda moyaklari xaltaga tushmasligi mumkin va bu bolaga shu narsa tashqaridan beriladi moyaklar xaltaga tushish uchun. Va moyaklar kerak, chunki ertaga 10 yoshdan keyin testosteron buni erkakligini ta'minlaydigan modda ishlab chiqariladi shu moyaklarda. Unutmang, shuning uchun moyaklari doimo xaltada bo'lishi kerak. Tug'ilgandan boshlab shu 18 yoshgacha
bolani jinsiy a'zolarini albatta kuzatib turishingiz kerak, bilishingiz kerak. Tushdimi, yo'qmi? Chunki katta yoshdagi yigitlar ham keladi, moyaga xaltaga tushmagan, bunga kattaroq, jiddiyroq ahamiyat bermagan ota-ona tomonidan. Agar shu yosh oralig'ida, ya'ni 12, 10 yosh, 17 yosh oralig'ida siz jinsiy o'zgarishlarni, qanaqadir jiddiy o'zgarishlarni sezsangiz, bu sizga signal bo'layotgan bo'ladi. Ya'ni bor, ko'rsat, urolog, androlog ko'rsat, kerak bo'lsa endokrinolog ko'rsatgin, hal qil. Yurmagin, chunki ertaga bu senga asorat beradi degan narsani beradi. Shu narsa juda muhim ota-ona uchun, juda muhim. O'g'il bolani o'zi katta bo'ladi, urib yiqilib turtilib katta bo'ladi degan narsa bor, to'g'ri, lekin siz tomondan ozgina bo'lsa ham qarab turishingiz kerak. 3 yoshgacha ona cho'miltirsa, 3 yoshdan keyin ota cho'miltirganda, ota bilan ko'payib yurganda, ota bilan gaplashganda, ko'rganda ota ba'zi bir holatda aytib ketadi shu narsalarni, lekin yechintirib ko'rish ehtimoli kamroq. Ko'rgan ma'qul. O'g'il bola farzandi bor, lekin testosteron past yoki ko'pligini qanday belgilari mavjud? To'g'ri savol beryapsiz. O'zi ota-onalarga aytsangiz, даже ota-onalar buni bilmasdan o'tib ketib qoladi. Chunki u belgilar testosteron pastligini belgisi hisoblanmasligi ham mumkin-da ota-ona uchun. Oddiy belgilarda, masalan uchun xulq-atvor o'zgarishi. Xulq-atvor degani bu charchyapti, tez charchab qolyapti, toliqib qolyapti. Qanaqadir endi kattaroq yigit bo'lsa, 10 yoshdan kattaroq yigit bo'lsa, o'qishga, ishlashga yoki biror bir narsani o'qib chiqishga yoki bajarishga motivatsiyasini, harakatini yo'qligi past bo'lib qoladi. Keyin safar qilarman, qilgim kelmayapti yoki o'ziga ishonmaslik, qila olmasam kerak bu narsani, olib bora olmasam kerak, men bilasiz-ku, men kuchsizman degandek o'zini bechoradek ko'rsatishga bo'lgan xohishlar bo'lishi yoki o'ziga ishonmaydi yoki kayfiyati doimo past, depressiv holatda, depressiyada emas-ku, lekin depressiv holatda, ya'ni bir narsa so'rasang yopiqroq javob beradi. Ha, yo'q, ha, yo'q. To'liq javob bergisi kelmaydi. Yuzida tabassum yo'q. Doim qanaqadir kayfiyat tushgan. Biror bir ishni qilib tashlaylik davay degan ishtiyoq yo'q, tashabbus yo'q, tashabbuskorlik yo'q. Davaychi, kelinglar shuni qilamiz degan, komanda tuzish degan erkaklarga xos-ku. Davaychi, kelinglar shuni qilamiz degan narsa yo'q. Yo'qolib qoldi, tashabbuslik yo'q. Ya'ni bu kattaroq yoshda, 12-15 yoshda o'g'il bolalar komanda bo'lib o'yin o'ynaydi-ku, futbol o'ynaydi, shunga o'xshagan narsa. Qo'ya qo'yinglar, kerak emas deb ketib yuboradi, mana shunaqa holatlar yoki uyalchanlik bo'lib qolish, ya'ni uyalaman, yo'q, kerak emas degandek mana shunaqa belgilar, haddan tashqari tortinchoqlik yuzaga kelsa, bu g'ashga keladi, tegadi odamni, g'ashga tegadi. Bu belgilar ko'p holatda xarakter shunaqa-da o'g'limni yoki bolam xarakter shunaqa-da, endi nima qilasiz degandek qaraydi, bolamiz shunaqa-da, ko'proq sani xaraktering shunaqa-da, shuning uchun shunaqa bo'lamiz degan gaplarga yo'yishadi. Lekin bu aslida gormonal o'zgarish ketayotganligini ko'rsatadi. Shuning uchun albatta androlog, urolog kerak bo'lsa, endi urolog kuchi yetmasligi bilan andrologga borishsa tavsiya beraman shunaqa vaziyat. Xarakteri haqida gapirib o'tdingiz, lekin tanasida ham o'zgarishlar bo'ladimi yoki yo'qmi? Bo'ladi, albatta bo'ladi. Bunga e'tibor berishmaydi ota-onalar, tanasida o'zgarish bo'layotganini bilishmaydi. Bola o'syapti, ovqat yeyapti, uxlayapti, turyapti, to'yga kiryapti, bo'ldi, все. O'qiyapti, borib kelyapti. Qanaqa tanasida o'zgarishlar bo'lishi kerak? Juda ham muhim narsa bu tanasidagi o'zgarishlar. Ya'ni mushaklarning rivojlanishi. O'g'il bola mushaklari rivojlangan bo'lsa, turtsangiz ham yiqilib tushmaydi, lekin mushaklari rivojlanmagan ozg'in yigit bo'lsa, bola juda ham nozik bo'lsa, turtilsa, yiqilib tushishi, qoqilib ketsa, qoqilib ketib yoki o't betini urib olsa, suyakni mo'rtligi, sinib ketishi, sinib qolishi, masalan, mushaklarga, kuch suyaklarni zichligi ta'minlaydigan narsa testosteron-ku. Zich bo'shashgan bo'lishi. Tanada yog' yig'ila boshlaydi, semira boshlaydi. Qo'l sohasida, tanasida, qornida, o'zi baqaloqqina yaxshi boqilganda diganga yo'yamiz, lekin u yog' nimaga to'planayotganini o'ylab ko'rmaymiz, balki ayollik gormoni oshgan hisobi ko'payayotgandir, testosteron pasaygani uchun. Undan tashqari ovozi o'zgarmasligi. Yoshligida ingichkaroq ovoz, keyin sekin-sekin qalinlash kerak ovoz, lekin ingichkaligicha qolib ketaveradi ovoz va o'zgarmaydi. Bu bolam o'zi ingichkada ovoz deb ayturganidan bola o'zi ovozi qalinlashganidan uyalib ovozni ingichka qilib gapirishni boshlashi ham mumkin. Bu muhit ta'sir qiladi. Bolaga motivatsiya berish yoki uni sen o'g'il bolasan, ovozingni dag'al qil degan narsani aytmasdan, balki o'zi yaxshi ingichka gapiradi, ovozi shuning uchun shunaqa ingichka gapiradigan bola-da deganda, ha men o'zim shunaqa ingichka gapirar ekanman, demak ingichka gapirishim kerak ekan degan gap bilan davom ettirishi ham mumkin. Bu muhit ham ta'sir qiladi. Sochlarni o'sishi, soch deganda boshidagi soch emas, qo'ltiq ostida, qo'l sohasida ayol kishiga xos bo'lgan sochlashish bor, erkak kishiga xos bo'lgan sochlashish bor. Moyaklarni xaltasida sochlashish, olatlar atrofida erkak kishiga xos bo'lgan sochlashish bo'lishi kerak. Jinsiy olati ham, moyaga ham albatta moyaklar yoshiga xos, kattagina xaltaga tushgan moyaklar ikkita
uchta bo'lib qolsa, albatta ko'rsatish kerak. Balki moyak emasdir. Moyaklardan tashqari olatning uzunligi bular xos bo'lishi kerak. Qo'l sohasidagi yashiringan olat bo'lib qolsa, bu yaxshi emas. Bu yog'ni ketkazishga harakat qilish kerak ota-ona. Bu belgilar odatda bu jinsiy belgilar yoki mushaklar, yog'lar ko'kraklarini kattalashishi ginekomastia deyiladi. Bu narsa 13-17 yosh orasida bo'lishi kerak, ungacha emas. Ovoz o'zgarishi haqida gapirdingiz. Necha yoshdan boshlab ovoziga e'tibor qilish kerak o'g'il bolani? Ovoz umuman jiddiy narsa. Qachon bu ovozi gichkalashsa yoki ovozi yetarlicha chiqmasa, bir xillar dimog'i ichida qolib ketadi bir xil o'g'il bolalarni, ya'ni past tembrda gapirgani uchun atrofdagilar eshitmaydi. Odatda qiz bolalar past ovozda gapirishga o'rgangan. O'g'il bolalar ovozi dag'al va baland bo'lishi kerak. Pasaygani, noziklashgani bu ko'proq xavotirga olib keladi. Tezroq bu narsani to'g'rilash kerak. Balki ovoz bo'limlari uniki xorda qatnashish uchun emas, opera etish uchun emasdir. Ovoz bo'limlari ham rivojlanishi uchun, dag'al tovush hosil qilish uchun testosteron muhim rol o'ynaydi. Testosteroni baland insonda sochlashish ko'p, ovozi dag'al, mushaklari baquvvat, o'zida erkaklik xarizmasi bor. Xarizmasi degani nima? Shunga o'xshagan xarizma. O'ziga xos xarizma, balki ya'ni nozik, yumshoq emas. Ovoz juda jiddiy narsa, bu signal. Agar ovozi yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, yoshga qarab nimadan xavotirlanishga olib keladi. U e'tibor bering. Misol uchun 13 yoshga kelib ovoz dag'allashmasa, demak xavotirlanishingiz kerak. 15 yosh oralig'ida jinsiy a'zolarda o'sish bo'lmayotgan bo'lsa, xavotirga точно tushishingiz kerak. Yoki 15 yoshdan keyin mushaklar rivojlanishi bo'lishi kerak-da. Mushaklar rivojlanishi orqada qolayotgan bo'lsa, nozik, ingichka qo'l, ingichka oyoqlar bo'lsa, mushaklar deganda o'sish, qo'l, tirsak yoki yelka suyaklaridagi mushaklar baquvvat bo'lishi, oyoqlar, boldir sonlarida baquvvat bo'lishini sezishingiz kerak. Chunki qo'l oyoqlarni bukkaningizda sezasiz ularning nozik yoki mushaklar ishlamayotganini. Va albatta 16 yoshdan keyin erkak kishiga xos bo'lgan o'zgarishlar kuzatilishi kerak. Ovozi dag'alligi, ertalabki ereksiyalarni ko'rib qolasiz, kiyimidan uxlayotgan vaqtida tanasida gormon ishlayotgan bo'lsa, bu bolada bu g'alati tuyulishi mumkin. Sizga masturbatsiya qilayotganini ko'rib qolishingiz mumkin yoki qizlarga qarayotganini yoki shtonida dog' bo'lib qolayotganini ko'p ota-onalar sezadi va bu oddiy holatmi deb so'rashadi. Chunki ota-ona bu narsani o'tib ketadi deb qaraydi odatda, lekin o'tib ketadi deb qaramang. Ya'ni masturbatsiyani emas. Ayniqsa mushaklarning bo'shligi, ovoz dag'allashmagan, moyaklari kichkinligi o'tib ketadi, o'zi katta bo'lib oladi deysiz. Yo'q, bu yoshlik davridagi gormonal o'zgarishni vaqtida to'g'rilamasa, to'ydan keyin yoki voyaga yetgandan keyin sizni ayblashi ehtimoli baland. Meni qaratmagansizlar, ko'rsatmagansizlar deydi. Agar o'smir bolalarda testosteron yetishmasligini vaqtida davolamasa, nimalarga olib kelishi mumkin? Demak, o'sha aniqlanmadi vaqtida, o'tib ketdi, tekshiruvlarga ham borishmadi, o'tib ketar o'zi deyishdi, mablag' topish olishmadi, mutaxassis topa olishmadi, bolani o'zi qarshilik qildi deyshadi, yo'q dedi, yoki ba'zi bir otasiz o'sgan o'g'il farzandlarni onasi bu narsaga e'tibor bermadi, kim olib boradi dedi, ona bitta, masalan, ona uni olib borishga uyaldi. Bunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, endi asoratlar bo'la boshlaydi o'g'il bolada. Qanaqa asoratlar? Bu balog'atga yetish degani, ya'ni jinsiy voyaga yetdi, jismonan mayli, jinsiy voyaga yetdi. U urug' ishlab chiqaryapti, uni jinsiy a'zosi qo'zg'alyapti degan narsa prosta sekinlashib qoladi. Yetishmaydi. Balog'atga yetdi degan so'z ishlatib bo'lmaydi bu bolaga. Ya'ni bo'yi past, moyaklar kichkina, jinsiy holat qo'zg'almayapti va erkakka xos bo'lgan belgilar yo'q. Yoki bo'yi o'sishayotgandek pastroq bo'lib, bo'yi o'smay qoladi. Past bo'yli qabulga kelishadi bemorlar. 150 sm dan bo'yi o'smagan o'g'il bola uylangan, rostmi? Vaqtida qaralmagan, bo'yi o'smay qolgan. Yoki jismoniy kuchi past, ya'ni slabый deymiz-ku, biz slabый bola ekan deymiz. Hech ham jismoniy sport bilan shug'ullanishni xohlamaydigan yoki borishni xohlamaydigan yoki borgan bo'lsa ham u yerda uni ustidan kulib uyaltirishgan, qanaqa latta bo'lasan yoki bo'shashgan bo'lasan deshgandan bu so'zdan qochib bormay qo'ygan bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha vazni katta, semirgan, ortiqcha yog' yig'gan bolalar ham o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Ya'ni testosteron pastday bo'ladi. Jismoniy harakatga borgisi kelmaydi, semiz deshadi men deydi, kulishadi ustimdan deydi, o'ziga bo'lgan ishonch yo'q va depressiyaga tushib qoladi. Afsuski, kelajakda bu inson, bu bolalarda bepushtlik ehtimoli baland, ya'ni farzand ko'ra olmaslik yoki oilada jinsiy aloqada muammolar bo'lgani uchun ajrashib ketish ehtimoli yuqori, ko'p bo'ladi bu holatlar. Shu holatni oldini olish uchun qaysi tekshiruvlar bilan aniqlanadi? Yaxshi savol. Asoratlar bo'lmasligi uchun yoki bo'lib qolsa yoki sizda belgilarni kuzatayotgan bo'lsangiz farzandingizda nima tekshiruvlar kerak? Birinchi navbatda yaxshi androlog toping. Androlog bolangizni ko'rsin, suhbatlashsin, moyaklarini ko'rsin, asbobini ko'rsin, tashqi ko'rinishini ko'rsin.
Va andrologdan tashqari endi urolog bo'lsa yaxshi endokrinolog ham bo'lishi kerak. Agar androlog yaxshi androlog bo'lsa, u aytadi endokrinolog ham ko'rinishinglar shart deb aytadi. Chunki buqoq kasalligi, ya'ni qalqon osmon bez kasalligi yoki me'da osti bezini kasalliklari, bu qandli diabet yoki endokrin bezlari deganda bu faqatgina tashqi jinsiy a'zolardek emas, balki ichki endokrin bezlar bor. Bu yurak usti bezi, qattiq stress, urush urasiz, baqir urasiz, uyda to'polonlar bo'ladi, ishxonada qattiq, maktabda qattiq, qattiq o'qish bo'lganligi uchun bolada stress gormoni oshsa ham semiraveradi, qon bosimi oshishi mumkin, asabiy bo'lishi mumkin. Mana albatta bularni, ya'ni mutaxassislar androlog, urolog va endokrinolog bo'lishi kerak va shuni ko'rsatish kerak shu vrachlarga. Nima analiz topshirish kerak desangiz, testosteron, prolaktin, estradiol, HGC, LG, FSG. Endokrinologga borsa, u albatta o'zini gormonlari bor, qalqon osmon bez gormonlari, me'da osti bez gormonlari, T3, T3, T4 hamma topshirtiradi va biza unga moyaklarni ko'rgandan keyin uzisini ham, Doppler uzisini ham taklif qilamiz, chunki moyaklarning razmerini bilishimiz kerak. Ko'rganingizda taxminan aytishingiz mumkin, lekin uzi ayniqsa razmerlarini aniq beradi. Shunda davolanish har bitta bemorga individual bo'ladi. Kimgadir vitamin yetishmayapti, kimgadir gormon yetishmayapti, kimgadir gormon ortib ketgan, uni pasaytirishga, kimgadir даже jarrohlik amaliyoti ham kerak bo'ladi. Gormon terapiyadan qo'rqmaslik kerak. Bu semirib ketdi deysiz, gormon olgancha semirib ketmaydi. U sizda yetarli gormon bo'lmagani uchun semirib ketgan bo'lishi mumkin farzandingiz. Eng muhim qoida o'z boshimchalik bilan testosteronni qilmaslik kerak bolaga. Testosteronni ishlab chiqarishni kuchaytiradigan ishlar qilsangiz, vitaminlar bersangiz, bu yaxshi. Lekin aniq qaysi vitaminlar kerakligini, qanaqa dozda berish kerakligini bilishingiz kerak. Mustaqil ravishda testosteron ukolini bolaga qilish taqiqlanadi, o'zi mumkin emas, bu xavfli. Yakun sifatida nima deyishim mumkin? Agar sizning farzandingizda yuqoridagi aytgan belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, siz bunga e'tiborsizlik qilayotgan bo'lsangiz, marhamat tezroq andrologga ko'rsating. Chunki bu uyaladigan mavzu emas, bu shunchaki gormon emas, bu gormonni kelajagini ta'minlaydigan gormon hisoblanadi. Qanchalik erta yordam berilsa, shuncha tezroq natijaga erishiladi, shuncha yaxshi bo'ladi. Bemalol offline konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin yoki uzoqroqda bo'lsangiz, onlayn konsultatsiya ham olsangiz bo'ladi. Bu sizning vaqtingizni va pulingizni tejaydi. Ya'ni bemalol onlayn konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Bu kabi qiziq mavzular qolib ketmasligi uchun kanalga albatta obuna bo'ling, esdan chiqmasin. Chunki biz bolalar sog'lig'iga tegishli bo'lgan mavzularni har xil turlarini yoritib boramiz va bu kabi muhim mavzularni yechimini ham albatta berib boramiz. Salomat bo'ling.